La havla va la quvvata illa billah. La havla va la quvvata illa billah. Bu kalimalar naqadar katta kuchga egaligini bilganingizda har kuni takrorlab yurardingiz. 5 ta foydasini keltiraman. Birinchisi, agar mushkulingiz bo'lsa, muammoga tushib qolgan bo'lsangiz, bu kalima sizga kerak. Ikkinchisi, qarzingiz bo'lsa, qarzlaringizdan qutulishingizga bu kalimalar kerak. Uchinchisi, dardingiz bo'lsa, kasal bo'lsangiz, yuzlab kasallarga bu kalima shifo hisoblanadi. To'rtinchisi, o'zingiz, oilangiz, farzandlaringizga zarar yetkazadigan sehr jodular bo'ladimi yoki jinlar bo'ladimi? Agar bu kalimalarni aytsangiz, hammasini kuydirib yuboradi. Va beshinchisi, gunohlar kechirilishiga va Allohning oldida maqomingiz ko'tarilishiga sabab bo'ladigan kalima hisoblanadi. Bunga tarixiy bir voqeani dalil sifatida keltiraman. Sahobiy Molik ibn Ashja'i o'g'illari Avf dushmanlar qo'liga asirga tushib qoladi. Bu xabarni payg'ambar alayhisolamga yetkazganlarda u zot aytadilarki, la havla va la quvvata illa billahni o'zing, ayoling ko'p-ko'p takrorlab turasizlar. Va o'g'lingga ham biror bir yo'l bilan yetkaz, u ham takrorlab tursin deydilar. O'g'illari Avf aytadiki, dushmanlar meni qochib ketmasligim uchun qo'l oyoqlarimni bog'lab qo'yishdi va ular uxlagan paytda men bu kalimalarni ko'p-ko'p takrorladim va u tugunlar yechilib ketdi. Ularning oldidan